Dünyadaki eng baxtli ayol doktor Oiz Qarni. Tunji erkinlik jangchisi. Öz vaqtida u eng katta qasrda turadi. Uning o'zi xalab boshquradigan nurg'un qo'l cho'risi bor edi. Uning turmushi hashamatlik, xotirjam ham ansiz edi. U dal Fir'avnning ayoli Osiya, bir nozuk qiz. U saroyda tinch turmush kechiradi. Ammo u mu'min edi. Iymonning nuri uning qalbini yuritdi. U jahiliyat tuzumining dahisi o'z eriga urush e'lon qildi. U cho'nqur tunishga ega edi. Saroy bayashat turmush va qo'l cho'rlarga tortishmadi. Shunglashqa u olamlarning Parvardigorining o'z kitobida tilga ilishiga arzidi. U mo'minlarning ulgisiga aylandi. Ulug' Alloh aytadi: Alloh Fir'avnning ayolini mo'minlarning namunasi qildi. Ayni chog'da u: "Ey Rabbim, sendan men uchun dargohingda jannatda bir uy bino qilgin. Meni Fir'avnning va uning yomonligidan qutqizgin. Meni zolim qavmdan qutqizgin" deb duo qildi. Bu oyatga olimlar mundaq izohat berishdi. Osiya oxiratni dunyodan ustun bildi. U payg'ambar alayhisalom tarafidan mukammal ayol deb ta'riflashga erishdi. Nurg'un erlar kamol topdi. Ammo Fir'avnning ayoli Osiya Imronning qizi Maryamdan boshqa kamolga yetgan ayol yo'q. Oyshaning boshqa ayollardan ustunligi xuddi sho'rpining boshqa taomlardan ustunligi o'xshaydi. Mana bu mo'min ayol Osiya, Fir'avnning zulmatlik saroyidagi nurliq chiroq. Yana kim biz uchun mushundoq sabr va subatlikning nurliq chirog'ini yondirib, bizni hammaga qodir Alloh tarafga chaqira oladi? O'y xiyolingizni kontrol qiling. Xushal bo'lasiz. 7-bob. Hayotning qimmati ma'nilik o'tgan har bir minutda. Shubhisizki, Allohning rahmati yaxshilik qilg'uchilarga yaqindir. Parvardigoringizga topshiring. Burun chapqonga yo'liqsimi, sharoitning avvar qilishiga yo'l qo'ymay, g'am qayg'uni qalbiga kirgizmay, ko'z yoshini oqqizmay, Allohning taqdiriga rozi bo'lib, bexaraman uyquga ketadigan har bir ayolning baxt saodatini tilaymiz. Balasidan, yaxshi ko'ygindan, ota-ona yoki do'st yordan ayrilgan, ofatning siniqiga uchragan bo'lsa-mu, yanala iymonda ching turgan har bir ayolning shod-xuramligini tilaymiz. Alloh ajringizni ziyod qilgay, darajangizni ustun qilgay, ziningizni to'ldirib bergay. Ulug' Alloh shundoq deydi: Sabr qilish va namoz o'qish orqali Allohdan yordam tilanglar. Namoz Allohdan qo'rquvchilardan boshqalarga haqiqatan mushaqqatli ishdir. Ali aytadi: Iymonga nisbatan sabr xuddi badanga o'xshaydi. Oxiratdagi savob uchun shodlaning. Tirishchanligingiz va to'lagan badalingizning mukofoti sifatida yegona Allohga yaqin Firdavs jannatida va mangu turadigan jannatlarda ko'ngildek o'rin erishsiz. Iymon, sabr va savobga tashna qalbga ega bo'lganligingiz uchun sizni tabriklaymiz. Siz har qanday ahvol ostida o'zingizning g'olib ekanligini bayqaysiz. Sabr qilg'uvchilarga xush xabar bergin. O'ziga ishonish har qanday yoshda hayotning ma'nosini izlashdan voz kechmaslikdan, shundaqla turmushdan texnik ko'p narsalarga erishishdan darak berdi. Alloh bandalari kuyimchan. Dil ko'rligi haqiqiy ko'rliqdir. Burun bir ko'r odam o'tgan ekan. U suyimlik ayoli, vafodor o'g'li va sodiq do'sti bilan shod-xuram yashaydigan. Uni qiynaydigan birdan-bir ish faqat qorong'ulikda turmush kechirish ekan. U yo'riqliqqa chiqishni hamda o'zini xushal qilgan ashu narsalarni o'z ko'zi bilan ko'rishni bekma orzu qildi ekan. Kunlarning birida bu kishi turayotgan shaharga bir dongliq tevib ketdi. Bu ko'r kishi ko'zini davolatqili uni izlab beribdi. Tevib uningga temitni dori berib, uzildirmay ishlatishni jiklabdi. Hamda uningga har qachon ko'zing ushtumtut echilib qolishi mumkin debdi. Gerçi bu dorining unum berishiga hech kim ishonmagan bo'lsa-mu, biroq bu kishi uzildirmay ishlatibdi. Bir necha kundan keyin u beg'ida o'ltirayotganda to'satdan ko'zi echilib ketibdi. U tulib toshgan xo'shalikdan uyga chepib, suyimlik ayolga aytmoqchi bo'pti. Ammo uyda ayolning do'sti bilan o'ziga xiyonat qilayotganligini ko'rib qopti. U ko'rganlariga ishonmay, yana bir uyga yugurib kirsa, o'g'lining ishkapdan narsalarni o'g'irlayotganligini payqabdi. Bu ko'r kishi uydan u tibib emas jodugar ekan deb vaqirgancha chiqib ketibdi. Arqadan nervis jitilashgan holda ko'ziga mix sanchib, o'tmishdagi qo'shallig'ini qaytarib kelmoqchi bo'ldi. Ko'ngildagi hasrat, tandagi illatdan bakrak ziyonli. Parvardigorim haqiqatan men bilan billa. U meni qutulish yo'liga boshlaydi. Qisosning kuyiga kirib, uning qurboniga aylanib qolmang. Qisos sud qurishga urinmang. Balkim o'zingiz tunji qurboni bo'lishingiz mumkin. Ba'zilar noyti kan qo'saq ishlarni yipidan yangisiga hisoblab o'ltirmaydi. Bo'ldi qiladi. Nurg'un kichik ishlarga parvo qilmaydi. Ba'zida hatto sukut qilib o'tkazib yetadi. Umuman ular chiqishqa do'stona, boshqalarning gap so'zlarining maqsad muddosini surishtirib yurmaydi.
Bundaq ishlar uchun ortiqcha bosh qotirib ketmaydi. Yana ba'zilar bo'lsa, keng qo'rsoqlikni asla bilmaydi. Har qanday bir kichik halqaga esli bo'ladi. Boshqalar bilan zir-zabarlab hisob qilib, oyog'i chiqmas urushqa petib qoladi. Nayt tabiiyki, keng qo'rsoq odam oson qanoat qiladi. Xotirjam yurdi, andishdan yiroq turdi. Ishlarning yaxshi ko'rishiga erishdi. Muvaffaqiyatning darvozasi uning ochildi. Buning bilan solishtirganda, menga boshqalar bilan urushman deb o'ylaydigan, har bir so'z va ahvolni tahlil qiladigan, yomon niyat izlab yuradigan kishilar har jihatdan o'ziga g'am andish yuklab oldi. Kishilar ulardan bezor bo'lib qochdi. Muvaffaqiyatning darvozasi mundaqlarga etiklik bo'ladi. Allohning elchisi tanlash to'g'ri kelganda, gunoh bo'lmaydigan ish bo'lsa, oson ish tanlaydi. Allohning elchisi mundaq degan: Allah so'z sadiq va ilm berimda mard kishiga rahmat qiladi. Bugun qiloladigan ishni qiling. Erta nim bo'lishidan ansirmang. Biz Qur'onni Allohning seni jafoga selish uchun nozil qilmadik. Biz Qur'onni sana seni jafoga selish uchun nozil qilmadik.